Voy, eriz matizlarini ko'rsatishga uyalmas ekansiz-a, deb bir obunachim yozibdilar. Nega endi men erim matiz haydashlaridan uyalishim kerak? Aslida o'zi puliga sotib olib, erim moshina olib berdi degan blogerlar uyalsin. Inson o'zligidan uyalgan sari o'zligini yo'qotadi. Bugun esa eski xotiralarni eslab, pisojniy tvorojni tayyorlaymiz. Xamirni to'liq proporsiyalarni opisaniyada qoldiraman. 700 gram tvorogga yarim piyola shakar, 2 ta tuxum bilan yaxshilab blender qilamiz. Bu yoqda men yana bir pochka tvorog solgandim, u videoga tushmay qolibdi. Tabga ko'ra apelsin yoki limon sitrasini ham qo'shib olishingiz mumkin. Xamirni tekislab, tvoroglarni solib 20 daqiqaga 180 gradusga duxovkaga yuboramiz. Ungacha esa bezesini tayyorlab olamiz. 5 ta tuxum oqini tuz, shakar bilan pik holatga kelguncha ko'pirtiramiz va nasatkada pishib chiqqan tvorojnimiz ustiga surib, yana 20 daqiqa 180 gradusda pishirib olamiz. Sizlar bulutday mazali tvorojnimiz tayyor. Dasturxonga tortishingiz mumkin. Taomlar ibodatingizga quvvat bo'lsin. Instagramdagi hamma narsaga ham